Dastavka tayyor bo'lgan eshiklarni mijozga yetkazdik. Har bir korxonada tayyor bo'lgan mahsulotlarni eson-omon mijozga yetkazishlik bu eng muhim nuqtalardan hisoblanadi. Sotuv ofisi va mijoz orasidagi muddatda yana bir nechta fikrlar belgilanadi. Shu muddatda olib kelishlik bu juda ham yaxshi. Ayrim hollarda vaqtliroq, ayrim hollarda kechroq kelib qolishi mumkin. Sizda ham shunday holatlar bo'lganmi? Komment izoh qoldiring. Ha, albatta, eng ko'p beriladigan savollardan narxini yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ha, yozamiz, albatta. Narx-navosiga kelsak, eshiklarni har biri $300 uyingizgacha yetkazib beriladi. $350 qo'yib berib, zamok petlari bilan qo'yib berib, bitirib beriladi. Bu narxga ma'qulmi, arziydimi, yo'qmi? Komment izoh qoldiring, xabarlashamiz.